Xazinem Tortul Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. İblisning kulangisi. Londonda o'qigan past kitoblarim. Haqiqat jilvigardir, dar haqiqat yashirib bo'lmas. Majaz ahli zalili talbaga mundaq qabob aylab. Chaqnab turgan haqiqatni yushirg'il bo'lmaydi. So'zmanlar zaliliga o'zini chiroyli ko'rsatsa bekor. Muhammad Sidiq Zalili. Sana o'z terangning rangiga o'ch bo'lishni o'rgatganlar kim? Seni bujug'ur chachlaringga o'ch qilgan kim? Seni o'zburning va kalpkoning shakliga o'ch bo'lishga kuch ko'rtganlar kim? Beshingdan topininggacha seni o'zingga o'chmalik qilishga undagan kim? Malcolm X, amerikalik negr musulmon. Men o'yini izlab tepishim kerak. G'ada Karmi, falastinlik yozuvchi. Turmush moddiy hojat bilan to'lgan. Vaqtimizning xeyli ko'p qismi hojatlarning zaruriyat siziq ichida qondirilish uchun sarf bo'ladi. Shuning bilan emgakni yadro qilgan bir qator mashg'ulotni ilib boramiz va bu jarayonda o'zimizga xos hayot kechirmishlariga ega bo'lamiz. O'z kechirmishlar ustida astul mantiqiy fikr yurgizish alohidaligiga ega bo'lgan kishilar ibratlik saboqlarini navbatdagi turmush qadamlariga sarmoya qiladi. Vaholanki o'z kechirmishlari ustida o'ylanish odatini yetildirmagan kishilar har qancha fojiali kunlarni boshdan kechirsa-mu, ogohlantirish xarakterlik bir oddiy xulosaga erisholmay, nomussiz yashayverishga majbur bo'ladi. Hamda o'zlarining insoniy sharafini tark etishga qaytarg'usiz holda yuzlangan bo'ladi. Shundoq, har birimizning o'zimizga xos sezguzashtimiz bor. Lekin hamon cheklik. Cheklik sezguzashtlarimizni aqliy xulosaga aylantirish iqtidorimiz texmo cheklik. Balki o'ylash usullariga kelganda o'zimizni noqis his qilishimiz mumkin. Dal mushunaq vaqtda biz suhbatga, maslahatga va anjumanlarga ehtiyojli bo'lamiz. Kitob tanho vaqtlarimizda aql farosat vodisida g'oyibona suhbat o'tkazishimizga turtki bo'ladi. U bizning bir kishilik sezguzashtlarimizning tar doirasini bo'sib chiqib, nisbatan keng doiralik tafakkur qilishimizga yordam beradigan vositalarning biri. Angliyadagi tanho vaqtlarimda o'ylar kalkun bo'lib yomradi. O'zimni qayerga qo'yishni bilmagandek bisramjon bo'ldim. Ruhiy siqilishlarimga kitob o'qish orqali tasalli topdim. Tadqiqotimga oid nuqtaliq maqolalarni ko'rishni shu vaqtdagi majburiyatim doirasiga kirgizib turib planliq o'qib xotira yozdim. Bu xil asosli mashg'ulotga yondosh holda estetik ehtiyojimni qamdash yuzidan ko'nglim tortgan ba'zi kitoblarni havas bilan o'qib chiqdim. Hozirga qadar men o'qiydigan kitoblarning tema doirasiga qandaqdir biror chekni qo'yib boqqanimni bilmayman. Meni jalb qila olasizlar, qonun yoki iqtisodga doir bo'lamdi, botanika yoki biologiyaga doir bo'lamdi o'qiyverdim. Ular menga yangicha ko'z tutish nuqtasini ato qilib, nazar doiramni kengaytdi. Yeshimning cho'ng'ishiga ergishib mustaqil ko'z tutish xohishim kuchayishga boshladi. O'zim yashayotgan jamiyatning ko'z tutib erishgan masalaga javob topish g'arazida kitob o'qiydiganmi bo'ldim. Ba'zida estetik talab uchun, ba'zida ijtimoiy masalaga javob topish uchun, ba'zida kasbiy ehtiyoj uchun o'qiyman. Umuman, kitob o'qishdan iborat qarmoqqa oddiy ko'rinadigan bu faoliyatning mazmun qatlami menda yil sari ko'payishga boshladi. Kitobga kirib, uningdan chiqib ketishni bilishmi pishib yetilishni talab qiladi. Ko'rgan bilganlari ko'paygan odam uchun kitob tajribadingizdan keraklikni so'zish uchun haydalgan kemaga o'xshab qoladi. Men kitobdan iborat bu kemaga chiqib, yoshirin tajribadingizimning o'xshamagan qutub ham muhitlarga kiraman va uning naqadar poyonsizligini his qilaman. Angliyadagi ashu bir yilda mumkin qadar ko'p ko'z tutishga, ko'p o'ylashga, ko'p o'qishga tirishdim. Bir turkum tadqiqot asrimni o'qigandan sirt tanaffus qilish yuzidan yana ba'zi kitoblarni ixtiyoriy ravishda o'qib chiqdim. Bu kitoblar meni jamiyat va madaniyat masalalari ustida o'ylanib boqishga undadi. Men bu kitobimda ashu kitoblarning bir qanchisini tafakkur qilishga amriq o'qirmanlarimga qisqacha tunishtirib qo'yishni ahamiyatli deb qaradim. Bu kitoblarning ko'p qismi xanzu tilli o'qirmanlar bilan allaburun yuz ko'rishgan bo'lsa-mu, uyg'ur tilida har xil sabab tufayli nashr qilinish fursatiga erisholmagan. Mening bu tunishtirishim oldi bilan muloyislik qarindoshlarga bo'lgan bir tavsiya bo'lib, kitoblarni o'zlari o'rganib layoqatli hozirlagan boshqa til yoziqlarda ko'rishga bo'ladi.
İmkoniyat yer bersə, ana tilimizə tərcümə qılsaqmı buludu? Heç bolmaganda ulardakı fikri yoritmalar arqılıq mənəviyyətimizni yoritsaqmı buludu? Sazlar tüzəldi, anlıqçı sənmi tüzəl? Muxtar Avizov. Edward V. Said, Мәдениет və Cahangirlik. Edward V. Said degan bu ismni G'arbning madaniyat tanqidchiligi va adabiy tanqidchiligiga oid maqolalardan ko'p uchirtatdim. Uning boshqalar tarafidan naqllangan so'zlari menda yangi o'y fikrlarni paydo qilib, uning asli asarlarini ko'rib biqish istigini uyg'otdi. U ism bilan tunishim 10 yillar ilgari boshlangan bo'lsa kerak. Shuningdan beri uning xanzu tilida nashr qilingan asarlarining hammasini to'pladim va vaqtim yetganda ko'z yugurtib turdim. Oliy maktablar garchi oliy bilim yurtlari sanalsimi, uningdagi byurokratik sistemalar odamni bilimning haqiqiy mohiyatidan chetlashtirib, shaklan vazif o'taydigan bilim madhikorlariga aylantirib qo'yibdi. Men Edward Saidning asarlariga maxsus cho'kib tadqiq qilishni orzu qilsam-mu, u faqat shaxsiy xohishim sifatida turib qilib, xizmat kun tartibimdan o'rin ololmadi. Uyg'ur madaniyat sohasini uning tanqidiy ro'yi bilan uchrashtirishni hozirmi orzu qilaman va bu orzuyimning qarindosh bir qalam sohibining ijtihodi bilan amalga oshishiga suruktashman. Edward V. Said dunyoviy ta'sirga ega adabiyot va kultur tanqidchisi bo'lib, Yerusalim shahridagi bir arab oilasida tug'ilgan ekan. U tug'ilgan shu mezgilda Isroiliya degan davlat mavjud emas edi va Yerusalim Angliya kontrolligidagi Falastinga tava qadimiy shahar edi. Uning ota-onasi protestant diniy arq ko'rinishidagi kishilar bo'lib, bu muqarrar holda Edward Saidning protestant muxlisi sifatida yetilishini belgilagan. Uning dadasi Yerusalim va Misr orliqida yuradigan savdogar edi. Said 12 yoshigacha Qoira va Yerusalim orliqida cho'ng bo'lgan. U Angliya ishg'oliyatidagi Misrning Qoira shahridagi g'arbcha maktablarda o'qigan. Keyin Viktoriya oliy o'qulida Iordaniyaning sobiq podshohi Husayn bilan saboqdosh bo'lib o'qigan. 1950-yili uning oilasi Amerikaga ko'chib borgan. U Amerikaning Princeton universitetida san'at bakalavrligini, Harvard universitetida san'at magistrligini hamda ingliz adabiyoti bo'yicha doktorlikni olgan. İngliz, fransuz, arab tillariga pishiq Edward Said 1963-yildan boshlab Kolumbiya universitetida o'qituvchilik qilishga boshlab, ingliz til adabiyoti va solishtirma adabiyot professori bo'lgan. Edward Saidning kishilik salohiyati haqiqatan o'zgacha bo'lib, bu vaqt uning o'zi mundaq yozgan. Said degan bu arabcha familiyaga zaruriyati bo'lmagan inglizcha ism qo'shilib qolgan. Men tug'ilgan yillarda onam Velish shahzodasi Edwardga ixlos qilar ekan. Men kichikimda uqul bo'lmaydigan bir o'quvchi ekanman. Özüm Falastinlik Misrda o'qibdiman. Arabcha ismga inglizcha ism qo'shilibdi. Pasportum Amerika pasporti, salohiyatim mujmal. Ona tilim arabcha, maktab tilim inglizcha. G'arbning arablar bo'lgan kultural jahongirlik ustidan bir umr shikoyat qilgan bu olimning ro'yida ana shu jahongirlikning iznasi va uning bo'lgan nafrat giralishib ketgan edi. U tarixning ziddiyatli kimlik to'g'risidagi tipik bir yoldamasini o'zida namoyon qilgan. U Amerika fuqarosi bo'lsa-mu, Falastinning huquqi uchun so'zladi. Protestant muxlis bo'lsa-mu, musulmonlarning jarohatiga diagnoz qo'ydi. G'arbda yashab, sharqcha hissdoshlik qildi. Amerikada o'ltiraqlashgan bo'lsa-mu, o'zini kultural sarkardan his qildi. U Isroiliya tarafdorlari tarafidan radikal ataldi. Yosh Arafatni Isroiliyaning mavjudligini e'tirof qilib, O'tir Sharqning qatmal vaziyatini o'ngshashga undiganligi uchun falastinliklar uni ilmon dedi. U falastinliklarning portlatishlar ustida so'zlaganda, men har qanday shakldagi terrorlikni ayblayman. Shundaqla Isroiliyaning Falastin musofirlarini bombardimon qilishni terrorlik deb qarayman deydi va Yahudiy tashkilotlarining qasdlash obyektiga aylandi. Edward Said 11-sentabr voqeasidan keyin Amerikaning musulmonlar qaratgan bir taraflama siyosatini, jumladan ayni chog'dagi kichik bosh hukumatini qo'rqmay tanqidladi va terrorizm huquqiy oyoq osti qilinib, hech qanday tanlash yo'l qolmagan nomrodlarning quroli dedi. Edward Said ishxonasidan chiqmay fikr qilgan ziyolilardan emas edi. Balki u bir umr ojizlar uchun so'zladi va o'z fikri Falastinning istiqbollik zamindan xuruj istadi. U orientalizm, sharqchilik, Falastin masalasi, kultur va jahongirlik, yipixlangan islom, lamakan qatorliq ko'plagan ilmiy siyosiy asar yozib, zo'r ta'sir qo'zg'adi va kultur tanqidchiligi sohasidagi keyingi mustamlikchilik iqimining yirik vakiliga aylandi. Angliyalik doktor Valeria Kennedy Edward Said tadqiqot qilgan adabiyot, siyosiy, kulturlar o'rtasidagi munosabatning tahlilini mundaq 3 shaklga yig'inchoqlaydi. Birinchi, G'arb Sharq munosabatlarini mustamlika va keyingi mustamlika urani kontekstini bo'yicha tahlil qilish. Masalan, orientalizm, kultur va jahongirlik.
ikkinchi diqqatini Falastin masalasiga, Arab islom madaniyatiga va bularning g'arb bilan bo'lgan munosabatiga qaratish. Uchinchi, ziyolilar va ularning bugungi vazifasini sharhlash. Aytilishicha, Edvard Said hukumat organining aqllar umikida xizmat qilmagan ekan. Uningcha bu bilimni huquq manfaatiga bo'ysundirish bo'lib, undaq bo'lganda bilimning g'ururi va mustaqilligi dafsanda bo'ladi. U Amerikada yashab turib, Amerikaning tashqi ishlar siyosatini qattiq so'kib kelgan ekan. Edvard Saidning asarlari nazarimda sistemalik o'qimasam bo'lmaydigan asarlar bo'lib, ishqirlab o'qishga muvofiq bo'lolmaganligim uchun bearam bo'lardim. Chunki uning asarlari odamni qidirg'ini fikr qilishga, o'z realligimizga cho'kib turib hazm qilishga undaydigan nazariyaviy asarlar edi. Angliyaga manganda Saidning Kultur va jahongirlik degan asarining Xanzuchi nashrini ilib olgan edim. Chunki men Angliyadami Xanzuchi kitoblarni ko'rib turishim kerak edi. Unda qilmasam Xanzuchi kitoblarni ko'rishdan chiqib qolatdim yoki ba'zi bir xatlarni unutib qolishim mumkin edi. Keyin o'rgangan tilni izchil ta'bilab turmasa, oraliqimiz yiroqlab ketishi mumkin edi. Bir qancha parcha kitobni o'xshash kunlarda mas qadamda o'qiydigan odatim bor. Bir tildagi kitobni o'qib zeriksam, yana bir tildagi kitobni o'qiyman. Bundaq bo'lganda kayfiyat almashib, kitob o'qishni unumli holda uzun davomlashtirib bo'ladi. Angliyada mo shunday qildim. Inglizcha kitoblarni qiynalib o'qib yurib charchagan vaqtlarimda Kultur va jahongirlik degan asarni ulab o'qidim. Xanzuchi kitob menga oson ham tushunishli tuyulib ketadi. 1993 yil e'lon qilingan Kultur va jahongirlikni 1978 yil e'lon qilingan orientalizm sharqchilikning davomi deyishga bo'ladi. Lekin orientalizm nazariyaligi nihoyat kuchli, tushunish qiyin bir asar bo'lsa, Kultur va jahongirlik g'arb adabiyoti tarixidagi asarlar ustida kultural mustamlikning aziyatlariga yo'liquvchi bir mutaxassisning nazari bilan tekshirish ilib borgan. Nisbatan ommabop asar edi. Edvard Said kulturni jamiyat, siyosiy, tarix va adabiyot bilan birikib ketgan uqum deb qaraydi. Shunlashqa u g'arb adabiyoti tarixidagi bir qism klassik asarni nuqul adabiyot nuqtasidan kuzatmasdan, ularning siyosiy va iqtisodiy manfaat taqozosi bilan bo'lgan vositalik yoki bevosita sherikchilikni yechib ko'rsatgan. U William Blakening jahongirlikning asosiy san'at bilan fan, jahongirlik san'at bilan fanga sal qarasa mavjud bo'la olmaydi degan so'zni naql elib, kulturning jahongirlikning homiysiga aylantirilishidek tarixiy reallikni ishora qildi. Kultur jahongirlik maqsadiga yetmoqchi bo'lgan hokimiyatlarning o'zlarining maqsadi, orzusi, axloq o'lchami va estetik intilishni ustunlik bilan singdirib, o'ziga qarshi kuchlar bilan kuch sinishadigan va o'zining ta'sir kuchini o'tkazadigan bir soha degan nuqtai nazar kitobga boshdan oxir singan edi. G'arb adabiyotidagi roman janrimi yiroq allarga intilish va kengayish xohishlari bilan zich bog'lanib ketgan. Siyosiy, tendentsiyasi kuchli bir forma bo'lib, uningdagi bayonning tartibi va qurilmasi bir hokimiyatning g'arizidan derak berdi. Bu ma'nodan aytganda, qanday bayon qilish hokimiyatdir. Edvard Said dengiz sargardoni Robinson Crusoe'dagi bir Yevropalikning Yevropaga tava bo'lmagan yiroq bir oroldagi tanho ichish xarakterlik faoliyatlarining tasviri tasodifiy bo'lmasdan, balki kengaymachilik urinishlarining san'atlik namoyandasi deb qaraydi. U Daniel Defoe, Charles Dickens, Yusuf Konrad, Rudyard Kipling qatorliq Angliya yozuvchilarining asarlarida g'arbning biz cho'ng, biz kuchlik, biz boshqalarni yetaklashga haqliq, biz erkinlik va tartibga vakillik qilamiz deydigan g'o'ji bo'lish ideyasi aks etadi deydi. Va ularning asarlarini inchik tahlil qildi. Biz insoniyatning o'rtaq azobi va bema'ni taqdir ustida qalam tavratgan mavjudiyatchi deb qaraydigan Albert Camus, Edvard Saidning nazarida Fransiya jahongirlikning Aljeriyadagi mustamlik siyosatining san'at obidasini tiklagan yozuvchi Camusning Uyg'ur o'qirmanlariga tunish bo'lgan Yegan odam nomli povestidagi Mersul avtorning arablay bo'lgan kamsitishni namoyon qilib berdi. Mersul bir arabni o'yinning o'rnida o'ltirib etib, huduqish va azoblanish tuyg'usida bo'lmaydi. Balki asarda o'lgan arabning ismini aytib bera olmaydi. Uning taqdiri bayni jonsiz bir narsaning taqdiridek eransiz bir taraf qilindi. Asarda arab degan nommi narsaning nomidek ta'sirot berdi. Said Camusning proz asarlarini necha avlod fransiyadagilar inchiklik bilan qurib chiqqan Aljeriyaning siyosiy jo'grafiyasining bir qismi bo'lib, Fransiya mustamlikasining mohiyatini aks ettirgan deb baholaydi. Said kitobning qatma-qat zimin, chirmash tarix degan babida jahongirlik to'g'risida Michael Doyle degan bir avtorning so'zini naql keltirdi. Jahongirlik bir turlik rasmiy va g'ayri-rasmiy munosabat bo'lib, bu munosabatda bir davlatning boshqa siyosiy jamiyatni kontrol qilishda unumli egilik huquqi bo'ladi. Bunday kontrol qilish zo'rliq kuch yoki siyosiy hamkorlik orqali amalga oshadi va yoki iqtisod, jamiyat va madaniyat jihatdagi tayinish orqali amalga oshadi. Davrimizda bevosita kontrol qilish asosan oxirlashdi. Navbat ko'rimizga jahongirlik burunqidagi konkret siyosiy, ideologiya, iqtisod va ijtimoiy faoliyatlarda odatdagi madaniyat sohalarida davomli mavjud bo'lib turdi.
Roşanki qurol kuchi bilan boshqalarning zaminini, boyliqni egilib olish va muayyan ideologiya tashviqotlari orqali bu qilmishni haqli qilib ko'rsatish jahongirlikning an'anaviy formasi sifatida davomli saqlandi. Shuning bilan bir vaqtda boshqalarning e'tiqodi, tafakkur qilish shakli, vaqt boshqarish usuli, sayohatchiligi, muzey va tushlarni intizom qilib tushirishni xarakter qilgan kultural jahongirlik, madaniyat jahongirligi bir butkul jahongirlik sistemasini usul jihatdan yanada beyitdi. Jahongirlik va jahongirlikka qarshi millatchilik bugungi dunyoning siyosiy xaritasiga o'chmas izlarni qoldirdi. Shundaqla ayni vaqtdagi kamsitilish tuproqidan ungan millatchilik kuchayish bosqichini tamomlab, yangi bir jahongirlik tamasida o'zini namoyish qildi. Jahongirlikning kulturda sohasidagi ta'sirini shuningdek ko'rib olg'il bo'ladiki, jahongirlikning harbiy, siyosiy, iqtisodiy shakldan saqit bo'lgan xalqlar uzun o'tmayla ayni vaqtdagi xo'jayinni seg'inishga boshlaydi. Chunki mustamlikadan qutulib barpo bo'lgan yangi davlatning burjua qatlamining rahimsizligi va mustabidligi kishilarga ketib qolgan yad koni xo'jayini asiltib qo'ydi. 1990-yildan e'tiboran paydo bo'lgan O'rta Osiyo davlatlaridagi bir qism avomning Stalin davrini seg'inishi buning obdan misol bo'ladi. Mana bu alomatlar madaniyat jahongirlikning zamonaviy tarzdagi psixologiyalik jahongirlikdan iborat ekanligini ko'rsatadi. Jahongirlik yoki madaniyat mustamlikchiligi yer sharidan qachon yo'qaydi? Edvard Said aniq bir javobni o'ttirib qo'ymaydi. Bu savol Nemishqudur Qaysar yurak filmida bosh rol olgan Mel Gibsonning rejissyorligida ishlangan Bisharat degan filmdagi bir qabila boshlig'ining cho'chikni esimga soldi. Bir odam dunyoga ega bo'lmoqchi ekan, biroq kuchi ojiz kelib qopti. Hayvonlar unga yordam qilib, yilon o'tkir purash tizimini, qoplan kuchlikligi va chabdasligini, burgut o'tkir ko'zni u odamga beribdi. U odam hayvonlar ato qilgan turli qobiliyatni o'ziga jamlab, maqsadiga yetish uchun otlanibdi. Shu vaqtda bir jaran u odam maqsadiga yetib baxtli bo'ladigan bo'ldi degan ekan. Buni anglagan mushuk yaplaq tamkinlik bilan u odam sizlar taqdim qilgan kuch-qudratga ega bo'ldi. Biroq men uning ro'yidan mangu to'ldirib bo'lg'il bo'lmaydigan bir hangni ko'rgandek bo'ldim. Insonlar ana shu hangni to'ldirib bo'la olmay, baxtni qo'ldan berib qo'ydi deb javob beribdi. Filmda qabilalar bir-birini qirdi, odamlar o'ldirilib, qonliq nazar o'tkazildi. Baş qahramon qatl supisidan ming bir xatardan halqib, ana makoni bo'lgan o'rmonlikqa qaytib, muktirib qo'ygan ayoli va o'g'lini tepib jam bo'lganda, ular qirg'oqqa yaqinlab kelgan Yevropa mustamlikchilarining kemasini ko'rdi. Buningdan biz mundaq bir yakunga erishmiz. Har qanday bir madaniyat o'zining chirish bosqichini zo'ravonlik va qonxo'rlik orqali namoyon qiladi. Va asta-asta barbod bo'lish harpisiga kirdi. Ichidan chiriyotgan madaniyat yot bir hukmronni o'zimi sezmagan holda o'z o'rniga chillayotgan bo'ladi. Bir hadisda shundoq bir zaman keladiki, kishilar topgan pulning halol yoki harom bo'lishi bilan hisoblashib o'ltirmaydi deyilgan ekan. Jahongirlikning bushki odamlarning tizginsiz nafsidirki, yaxshi yomonni ayirmaydigan har bir yakki shaxs hokimiyatlashgan aldamchilik va bulonchilikning asosiga aylandi. Ular tuzgan qonun ashu nohaqchilikning niqobi bo'lib qoladi. George Orwell hayvonlar qo'riqi. George Orwell degan ismni bilatdim. Uning asarlari to'g'risidagi qaydlar men o'qigan maqolalarda uchrab qoladi. Afsuski, bu yozuvchi haqida ishkirlab muhokama qilishga e'tibor bermay qolgan ekanman. Uyg'ur ziyolilari Rossiya Sovet adabiyoti to'g'risida bir qadar keng ma'lumotga ega bo'lib, bizga tunishtirilgan chet tillar adabiy asarlarining ichida shu adabiyotdagi asarlar zo'r salmoqni egallab keldi. G'arbiy Yevropa ellarining adabiyotidagi asarlarning nihoyat oz bir qismini yuzaki tunish bilan cheklandik. O'rta va Yiroq Sharq adabiyotining hozirgi ahvoli biz uchun umuman mavhum bir dunyo. Bu biz yashagan makon va zamonda hukm surgan ideologiya barpo qilgan ma'naviy reallikdirki, ideologiya vaziyatga qarab turli shaklda sahnaga chiqib turdi. O'zgarishchan vaziyatning mohiyati haqida fikr qilish salohiyatini hozirlagan kishilar uchun sir emas. George Orwell bilan Angliyadagi bir yillik ilm tahsili bir qadar cho'nqurlab tunishdim desam bo'ladi. Buningga Cambridge universitetida o'qigan jungolik qiz Mexanim bo'l sababchi bo'lib qoldi. Mexanim adabiyot bilan xeyli keng doirada tunish edi. Men uning yodxida saqlangan kitoblardan kuchli ilhom olgan va uning tavsiyasi bilan ba'zi bir kitoblar bilan tunishdim, ham qurbitim yetganlarni sidib oldim. Cambridge universitetining o'quvchilari bilan azil paranglish fursatiga erishib qolsamla, ularning ideyasiga qiziqmay turolmaydim va bu ideyaga turtki bo'lgan omillarni so'rashga ahamiyat berardim. Shularning ichida menga ideyaga oid uchurlarni ko'proq bergani Ross bilan mi bo'ldi. Bir kun biz ijtimoiy barobarlik haqida paranglashib qoldik. Har qaysi elning tarixida talay qitim inqilob bo'lgan. Inqilob boshlanganda g'oyla oliyjanob va go'zal bo'lib mavjud jamiyat bilan ro'shan silishtirma paydo qildi-da, kishilarni faol harakatga undaydi.
Ammo inqilobning mevasi g'albidan keyin o'xshashli oz sondagi jamiyat sarxillarining qo'liga tushib qoldi. Tarix mushundaq ravishlik savoqlar bilan to'shib ketgan bo'lsa-mu, insonlar tarixining ashkon illatini takror sodir qilishidi. Gap mushaqdagi ibratlik misollar ustida ketayotganda, mexanim Jorji Orwellning buni so'z orqali hammani yig'incha qildi. Hayvonlarning hammasi tug'ilishida barobar, biroq ularning ba'zilari boshqalardan bekrak barobar. Bu gap menga qiziq tuyulib ketdi-da, darhol putib olg'um keldi. Men qog'oz izlab tamoqliq topolmay, Edward Saidning Kultur va jahongirlik degan kitobining ich muqovasini ichib, miyga tangladim. U yuqorqi mashhur so'zni o'z pujurkisi bilan qoldirib berdi. Bu so'z siyosiy nutq va maqolat ko'p ishlatilgan dedi menga. Men meyizib bergan jumlani diqqatimni takror o'tkazdim. Bu so'z bargan sira ziddiyatlikka majburiy bilindi. Jumlada barobarlik so'zi ikki yerda takror ishlatilgan bo'lsa-mu, ma'nosi boshqa edi. Birinchisida asli ma'nosidan yodlashmagan bir barobarlik ma'lum edi. Ikkinchisida suiiste'mol qilingan va yodlashgan bir barobarlik ayon edi. Jumlaning o'rnidan qaraganda barobarlik ta'bir beruvchi haqiqiy barobarlikning kushandisi bo'lsa-mu, lekin ta'bir berish huquqini kontrol qiluvchi edi. Bu cümle siyasi ustadlıqның bəligi sübtida inqilabның meyvesini özünün qılıbiliş neyranglarini aşkar qılatdı. Cümlede tarihi çillik, suiqas və məsxirə birli vaqtda öz ifadesini tapqan idi. Bu söz Orwellның qaysi əsəridən elinğan deb so'radim meydin. Me, hayvanlar qo'ruqida bar. Bu əsər qisqa, meyğizliq yezilgan bəyil qiziqarlıq dedi. Men hayvanlar qo'ruqi degan nefis kitobni bir necha kun ichida tepib, bir qur ko'rib chiqdim. Mazkur asar bilan baldiroq yuz ko'rishmaganimdan afsuslandim. Ammo menda nima mal, bilish harakatimiz ko'p holda muhit bilan chetishlik. Jorji Orwellning asli ismi Eric Arthur Blair bo'lib, yozuvchi keyin bu ismni taxallus qilgan. Jorji Orwell jurnalist ham yozuvchi bo'lib, uning nomi hokim mutlaq siyosiy tuzumga bo'lgan qarshilik va ijtimoiy adolatga bo'lgan chaqiriq bilan zich bog'langan holda Yevropa ham butkul dunyoning siyosiy ideya tarixida mashhur. Uning dadasi Angliya mustamlika doiralarining Hindistondagi amaldori bo'lib, Orwell Bombayda tug'ilgan. U 4 yoshga kirganda oilasi bilan Angliyaga qaytib, shu yerda o'qigan. Uning o'qish natijasi alayda yaxshi bo'lg'achqa, u odatdagi odamlarning bolalari kirolmaydigan Eton maktabiga haqsiz qabul qilingan. U shu maktabda kambag'allarning bolalarini kamsitishdek tengsizlikning ta'mini tetishga boshlagan. U o'qish bitkizgandan keyin Britaniya imperiyasining Bermuda turishliq saqchi qismida ishlagan ham u yerda ishlagan 5 yil jarayonida yerlik xalqning kulfatlarini yetarli darajada ko'rib tushungan. Orwell og'ir mustamlikaning yantayiqi bo'lishdan yaltayib, odamga hukmronlik qilgan har qanday siyosiy bilan murassaalashmaslik irodasiga kelgan va Bermudagi kunlar degan romanni yozib 1934-yili nashr qildirgan. Orwell bir mezgillik hayotini yiziqchilik bilan o'tkazib, Parij va Londondagi g'urbatchilik, vegan portiga boradigan yo'l qatorliq asarlarni yozib e'lon qiladi. U 1936-yili ayoli bilan Ispaniyaga berib, Jumhuriyatni qo'g'dash urushiga qatnashdi. Shu jarayonda u Ispaniya kompartiyasining maxfiy holda odam tutishlarini o'z ko'z bilan ko'rib, bu harakatning Stalin davridagi ichki tozalash harakati bilan birdek ekanligini his qildi. Uning ko'z oldida nurg'un begunoh odam fashizm bilan til biriktirganda bir kechada yo'q qilib o'tiladi. Orwell o'z hayotining xavf ostida qolganligini bilib, nurg'un xatarlik jarayon bilan Ispaniyadan qochib chiqadi. Shu Ispaniyada ega bo'lgan ta'sirotlarni Sovet to'g'risidagi anglaganlar bilan birlashtirib, hamma odam tushuna oladigan, hamma tillarga oson tarjima qilg'ili bo'ladigan ommabop bir asarni yozib chiqmoqchi bo'ladi. Va 6 yil kallasida pishirib 1943-yili qo'liga qalam oladi. Shuning bilan hayvonlar qo'ruqi degan povesti dunyoga kelib 1945-yili nashrdan chiqadi. Bu kitobning xanzucha tarjima nusxalari ko'p bo'lib, har qaysi adabiy tarjimonlar tarafidan orqa-orqadan tarjima qilindi va dunyoviy klassik asarlar qatorida yoshlarning o'qishligiga aylandi. Kitobning nashriga berilish va nashridan chiqish jarayoni to'g'risida mazkur kitobning tarjimonlarining biri bo'lgan Fuveysa Apandi kirish so'z yozib, ba'zi tushuntirishlarni berdi. Bu kitobni tarjima qilish haqidagi ideya Jungoning ziyolilarida madaniyat zo'r inqilobi davrida shakllanib bo'lgan ekan. Hayvonlar qo'ruqining so'ziti nihoyat oddiy edi. Jones ismli bir odamning idorchiligida bir qo'ruq bor bo'lib, Manur qo'ruqi deyiladi. Qo'ruqdagi turli hayvon chushqular oqsoqlining tashviqoti bilan insonlarning rahimsiz diktatoriyasini tunib yetadi. Hayvonlar birlikda zo'rliq kuch tashkillab, Jonesni qo'ruqdan haydab o'tadi-da, qo'ruqning aslidagi nomini hayvonlar qo'ruqi deganga o'zgartirdi. Ular 7 modellik mezon tuzib, o'zaro barobar bo'lgan yangi turmushni boshlab o'tadi. Inqilobning g'albisidan xushal bo'lgan hayvonlar cho'shqular tabiqasining rahbarligida tirishib ishlab, ochliqdan mo'l usul oladi.
Biroq mahsulot oshgan sari hayvonlarga tegadigan norma ozlab ketadi. Hayvonlar kecha-kunduz jafoliq ishligiga yarasha baxtli turmushga ega bo'la olmaydi. Ular tok chiqarish uchun choqpalak qurilish qiladi. Biroq qurilishning sifati layoqatli bo'lmay, bir qitimliq kechilik bo'ronda choqpalak o'rilib tushadi va bu ish bir qitimliq ichki tozalash harakatiga sababchi bo'lib, nurg'un begunoh hayvon qatl qilindi. Savatsiz, nadan hayvonlar sadoqat bilan ishlashni bildiyu, cho'shqalar tabiqasining hili nayranglarining tegiga yetishga qodir bo'la olmaydi. Cho'shqalar barobarlik mezonini ustunlik bilan paydin-pay o'zgartib, o'zlari alayda imtiyozga ega bo'lib olib, rohat farog'atda samirib yashaydi. Aksicha boshqa hayvonlar qiyirib, ojizlab ketadi. Aslida odamlarning hukmronligiga qarshi cho'shqalar qo'shni qo'riqlarning xo'jayinlari bilan yaqinlashib, odamlardek karavotda uxlaydigan bo'lishidi. Ikki putliq bo'lib mangdigan bo'ladi. Odamlar bilan qadah so'qishtirib pivo ichishidi. Hayvonlar biz barobarlik uchun birlikda inqilob qilgan edik. Ajaba rohat farog'at va jafo mushaqqati barobar bo'la olmadik-ku deb so'raganda, ularning erishgan javobi to'g'ri, hayvonlarning hammasi barobar, lekin ularning ba'zilari yana ba'zilaridan bekrak barobar degandan iborat bo'ladi. Əsərdəki hekayə hayvanlar o'tirisidagi munosabatni qanot yaydı. Şunlaşqa kengaytib yozilgan sotirik masalalik ta'sirat beradi. Tabiiy holda izop masalalari va kalila daminadagi hikmatli masalalar yodimizga kelib, majoziy til bilan so'zlaydigan janrlarning qimmati to'g'risida yangi bir tunishga ega bo'lamiz. Mashhur adabiy tarjimon Fuvisi apandi hayvonlar qo'riqining Xanzushi nashriga yozgan kirish so'zida alayda eskartish berib, bu asarda hargizmo Jungo ko'zda tutilmagan. Chunki bu asar yozilgan vaqtda yangi Jungo texnik qurilmagan deb yozadi. U asarning Stalin davridagi aq terrorlikni tutqi qilib, shu davrni aks ettirilganligini tarixiy materializm bilan dalillab ko'rsatadi. Yazg'uchi Orwellning o'zimi sotsializmchi bo'lib, u sotsializmni haqiqiy mohiyatidan yiroqlashtirib o'tishga qarshi edi. Uningcha har qanday inqilob va inqilobning mevasi bo'lgan siyosiy hokimiyat keng xalq ommasining demokratik nazoratidan ayrilib qolsa, shundaqla sog'lom qonun asosiga ega bo'lmasa, tarixdagi aksil inqilobchilarning orbitasiga kirib qoladi. Fu apandi hayvonlar qo'riqining maqsadi kishilarni sotsialistik jamiyatni yodlashtirib o'tishdan ogohlantirish deb alayda ta'kidlaydi. Bizning qarashimizcha xalq uchun hokimiyat yurgizadigan qatlamlar alayda bo'lib olib, xalq bergan huquqni o'zlari uchun xizmat qildirib, xalq ommasi bilan alayda farqlanib turib olsa, chirigan sarxillar qo'shini sifatida sotsialistik hokimiyatga xavf elib keladi. Orwellning bu asrini ideya jihatdan to'liqlaydigan va izchillik ega qiladigan yana bir asari 1984. Mazkur asar va Yevgeniy Ivanovich Zamyatinning Biz Aldosli Xalslikining Jangovar Yangi Dunyo qatorliq utopiyachilikka qarshi 3 mashhur asar bo'lib hisoblandi. Asarning asli ismi Yevropadagi oxirgi odam bo'lib, muharrir tarafidan 1984 qilib o'zgartirilgan. Asarda tasvirlanishicha 1984-yili Dunyo Tinch okean davlati, Yevro Osiyo davlati va Sharqiy Osiyodan iborat 3 darajadan tashqari davlatga ayrildi. Bu davlatlar huquqni yuksak darajada markazlashtirib, tarix o'zgartish, so'zlarni o'zgartish, ideyani birlikka keltirish ilib berib, hamma yerga ekran o'rnatib, odamlarning harakatini qattiq kuzatadi va shaxsga cho'qinishni yo'lga qo'ydi. Amerika Harvard universitetining professori Judith Neshiklar o'zining siyosiy va siyosiy mutafakkir nomli asarida George Orwellni Montesquieu, Rousseau qatorliq mutafakkirlar bilan bir qatorda baholaydi. U shafqatsizlik bo'libmi reallikni burmalash bilan yolg'onchilik 1984ning siyosiy intizomini hosil qilgan deydi. Qattiq bisim ichida ilib berilgan burmalash va yolg'on so'zlashlar bir turlik mingi yuvish harakati bo'lib, bu shu asardagi o'tmishni tizginligi bo'lsa, kelgusini tizginligi bo'ladi. Hozirni tizginligi bo'lsa, kelgusini tizginligi bo'ladi degan mashhur so'zdan ma'lum bo'ladi. Orwellning asrida tasvirlangan xususiy faoliyatga bo'lgan qattiq nazorat xosligining jangovar yangi dunyosida texmo voyaga yetkazib tasvirlangan. Bu romanda organlar insonda hayajon bo'lmasa, jamiyat muqim bo'ldi deb qarab, tabiiy qursoq ko'tarib farzandlik bo'lishning o'rniga sun'iy ko'payishni yo'lga qo'ydi. Bolalarni homil vaqtida g'idiqlab tarbiyalab, ularni 5 tabiqa bo'yicha o'xshamagan alaydilikka ega qiladi. Bu orqali ularning kelgusidagi ijtimoiy o'rni va taqdirini belgilaydi. Masalan, po'lat tavlash sexiga uyg'unlashtirilgan odamlar olam kemisida ishlashga loyihlashtirilganlar bilan o'zini silishtirmasdan eng afzal ishni qilyapman deb to'liq rozimanlik bilan ishlaydi. Shuning bilan ijtimoiy sistemadan chataq chiqmaydi. Odamlarning engini tarbiyalash, uxultib tarbiyalash bilan reflekslik tarbiyalash tang qo'llanildi. Uxultib tarbiyalangan birov o'zini boshqalardan baxtli his qiladigan bo'ladi. Reflekslik tarbiyada odamlar gul va kitobga o'sh qilib tarbiyalandi.
Gülni yaxshi ko'rish tabiatni yaxshi ko'rish bo'lib, tabiatni yaxshi ko'rish jamiyatga bo'lgan ziyonni keltirib chiqarish mumkin. Kitob jamiyatga yot ideyalarni paydo qilish mumkin. Bu jamiyatdagi moddiy ehtiyojlar muqim oila va nikohdan xoli holda muhabbatsiz qoldirildi. Kishilarning o'tmish bilan bo'lgan aloqasi uzilgan bo'ladi. Bu jamiyatda baxt tabletkasi degan bir narsa bo'lib, xafa bo'lgan, ochiqlangan odamlarga berilgan hamon kallasi shirin tuyg'ularga to'ladi. Demak, jangovar yangi dunyoda tartib, intizom ichida qurib chiqilgan go'zal bir dunyo bor. Uningda intizomga tushmagan narsalarning hammasi mavjudlik huquqiga erishmagan. U yerda kontrol ichidagi baxt, tartib va qondirishlar bor. Biroq individuallik bilan insoniy hissiyot, kishilik xarakteri yo'q. İnsanda bulduğun ihtiyaç ve karakterlerinin hemmesi merkezleştirilgen. Yuqorqilardan ko'rish mumkinki, jangovar yangi dunyo garchi 1984dan burun yozilgan bo'lsa-mu, hokim mutlaq jamiyatning kelgusi obrazini fantaziyalashtirib suratlab ko'z oldimizga 1984dagi hokim mutlaq jamiyatning ravojini namoyon qiladi. Men mayli Orwell bo'lsin, mayli Huxley bo'lsin, bularning asarlaridagi tamsiliy xususiyat va fantaziyalik tarkibdan g'arb yozuvchilarining o'z safosini yetildirishdagi ijtihodini ko'rib yetgandek bo'ldim. Ular jamiyatga sodda bir realistik nazar bilan qarab to'xtab qolmaydi. Balki muayyan saviyadagi mutafakkirlik bilan ko'z oldidagi hodisalarni kelgusi bilan bog'lab tasavvur qila oladi. Orwell nuqul adibla emas, balki bir siyosiy munajjim edi.